Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Email asoslari darsiga xush kelibsiz. Bugun ikkinchi darsimiz bo'ladi, ya'ni emaildagi asosiy tushunchalar bilan tanishib chiqamiz. Agar avvalgi darsimizni ko'rmagan bo'lsangiz, albatta bu darsni ko'rib chiqing, chunki biz u yerda kirish qismida ko'p kerakli ma'lumotlarni gaplashib o'tganmiz. Demak, bugungi darsimizni boshlaymiz. Men Otabek Yorqinov, 20 yildan ortiq IT sohasida ishlab kelaman. Asosiy faoliyatim Yapon kompaniyalari va xalqaro kompaniyalarida bo'lgan. Data scientist, system engineer, system architect lavozimlarida ishlaganman. Bu dars meni bilim va tajribalarimga asoslangan. O'ylaymanki, bu siz uchun juda ham foydali bo'ladi. Bu darsimizda biz emailning asosiy 3 turi, emailning umumiy tuzilishi, dataset, feature va label, model nima, asosiy atamalar jadvali, qiyosiy o'rganish, model tayyorlanish jarayoni va yakuniy xulosalar bilan tanishib chiqamiz. Emailda, ya'ni mashinaviy o'qitishda 3 ta tur mavjud. Ya'ni bular supervised, unsupervised hamda reinforcement learning degan 3 ta o'rganish turi mavjud. Shu yerda savol tug'iladi, bunday turlanishdan maqsad nima? Bunga javob sifatida emailda muammolar har xil bo'ladi. Ya'ni u yerda bir xillik yo'q. Bu muammolarni yechishda yoki ularga qanday yechim topish kerak degan savolga biz uni muammoni tabiatiga qarab turli xil yondashuv va algoritmlar tanlaymiz. Birinchi navbatda biz u ma'lumotni tarkibiga qaraymiz. U yerda yorliq degan label bormi? Bu eng asosiy bizni yondashuvimizni belgilab beradigan xususiyat. Undan keyin qanday algoritm masalani yechishda foydali bo'ladi? Ya'ni shunday algoritmlar borki, bular masalan supervised yaxshi ishlaydi. Yana bir usullar borki, bular unsupervised bo'limda yaxshi ishlaydi. Biz shunga mos ravishda algoritm yoki model tanlash va uni o'qitish jarayoni tashkil etishni shunga qarab belgilaymiz. Va hamda baholash mezonlaridan foydalanish. Ya'ni bizni tayyorlagan modelimiz bu ma'lumotni qanchalik aniqlikda bashorat qilyapti. Shularni baholashdagi mezonlar bor. Shu mezonlarni qaysi biri bizni yondashuvimizga muvofiqligini biz aniqlashimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun biz bu emailda 3 ta o'rganish usuli mavjud. Har qanday email loyihasida birinchi qadam muammoni qaysi turga kirishini aniqlash. Undan keyingi algoritm va usullar aynan shu tanlovga bog'liq bo'ladi. Endi batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi usulimiz supervised learning. Bu nazorat ostidagi o'qitish. Bunda tizimga yoki modelga ma'lumot xususiyatlari va yorliqlari birgalikda beriladi. Ya'ni xususiyat bu yerda feature, yorliq bu label birgalikda beriladi. Model shu juftlik asosida ma'lumotdan natijaga olib boruvchi qoidalarni o'rganadi. Ya'ni bunga misol tariqasida it bilan mushukni, tarvuz bilan qovunni sinflash yoki uy narxini bashorat qilish yoki spam xatlarni aniqlash. Bular supervised usuliga kiradi. Ikkinchi usulimiz unsupervised learning, ya'ni nazoratsiz o'qitish. Bunda tizimga faqat ma'lumot beriladi, yorliqlar mavjud emas. Model ma'lumot ichidagi yashirin tuzilmani, guruhlarni o'zi kashf etadi. Bunga misol tariqasida mijozlarni segmentlarga ajratish, ya'ni bir o'tgan darsimizda biz batafsil tanishib chiqdik. Hamda anomal bank amaliyotlarini aniqlash. Bu yerda eng asosiy xususiyat, bu yerda label bo'lmaydi, ya'ni yorliq bo'lmaydi. Ya'ni bular ko'p holatlarda vaqt bo'yicha ketma-ket keluvchi ma'lumot bo'lishi mumkin yoki ma'lumotlar shunday to'plam bo'lishi mumkin yoki shunga o'xshagan ma'lumotlarda unsupervised learningdan foydalaniladi. Uchinchi usulimiz reinforcement learning deyiladi, ya'ni bu mustahkamlash orqali o'rganish. Bu asosan robotlarda yoki shunday bir agent dasturlarda ishlatiladi. Bu muhit bilan o'zaro ta'sir qilib, u har bir harakat uchun mukofot yoki jazo oladi. Sinov xato orqali eng yaxshi xatti-harakatlarni o'rganadi. Bunga shaxmat o'ynaydigan sun'iy intellekt, robotga yurishni o'rgatish yoki o'z yurar mashinalar bunga misol bo'ladi.
Bu qanday bo'lishi mumkin? Qisqacha to'xtalib o'tamiz shunga. Misol uchun, masalan, o'zi yurar mashina misolida ko'rib chiqamiz. Mashinaga shunday vazifa qo'yiladiki, mashina A nuqtadan boshlab B nuqtagacha borishi kerak. Bu yerda yo'l to'siqlariga urilmaslik asosiy vazifa. Agar yo'l to'siqlariga uriladigan yoki yo'ldan tashqariga chiqib ketadigan bo'lsang, sendan -100 ball ayirib tashlanadi. Agar to'g'ri yuradigan bo'lsang, har 1 metr uchun 1 ball qo'shib beriladi. Seni maqsading eng katta ball to'plash yoki B nuqtaga yetib borish. Mana shu qo'yilgan vazifa asosida dastur ishlashni boshlaydi. Yo'l chetiga uriladi. Urilganda -100 ball olishini bilgandan keyin ikkinchi safar bu yerga urilmaslikka harakat qiladi va bu jarayon juda ko'p ketma-ket tarzda takrorlanadi va oxir-oqibat agent yoki shu dastur yo'lda yo'l chiziqlaridan tashqariga chiqib ketmasdan B nuqtagacha yetib borishni o'rganadi. Mana shu reinforcement learning deyiladi. MLning umumiy tuzilishi. Har qanday ML loyiha ikki asosiy sahnadan iborat bo'ladi. Ya'ni birinchisi model o'qitish, ya'ni tayyorlash jarayoni, ikkinchisi unga yangi ma'lumotlar beriladi va modelni ishlatish jarayoni hisoblanadi. Birinchi sahnada, modelni o'qitish sahnasida ma'lumot tayyorlaymiz, ya'ni ma'lumot tayyorlanadi va undan keyin model tanlaymiz va model mana shu ma'lumot asosida o'qitiladi. Va model buni o'qiganimizdan keyin uni aniqligini tekshiramiz va model tayyor bo'ladi. Ya'ni bu jarayonda model ma'lumotdagi qonuniyatlarni topadi va uni o'zlashtirib oladi. Ya'ni o'zi ko'nikma yoki bilim hosil qiladi. Va parametrlarni shunga moslaydi. Ikkinchi sahnada modelni ishlatish sahnasi hisoblanadi. Bu yerda inference yoki bashoratlash hisoblanadi. Ya'ni bu jarayonda modelimiz tayyor modelni olib kelamiz va buni yangi ma'lumot xususiyatlarini beramiz. Mana shu xususiyatlarga qarab model bu yerda bashorat qiladi. Ya'ni o'rgangan ma'lumotlari asosida javob beradi. Mana shu ikkita qism bo'ladi. Ya'ni bu modelni tayyorlash jarayoni, undan keyin modelni ishlatish. Bu ikkita alohida jarayon hisoblanadi. Training, ya'ni o'qitish mana bir marta bo'ladi yoki bir ma'lum bir vaqti bilan bo'ladi. Ya'ni 3 oyda yoki 6 oy yoki 1 yilda bir marta modelni qayta o'qitilishi mumkin. Lekin inference bashoratlash bo'lsa, doim ishlaydi. Ya'ni doimiy bizga javob beruvchi yordamchi sifatida ishlab boradigan model hisoblanadi. Endi shu joyda datasetni bir necha bor tilga oldik. Bu nima degani? Dataset ma'lumotlar to'plami. Bu modelni o'qitish uchun yig'ilgan barcha ma'lumotlar to'plami. Masalan, 1000 ta uy haqidagi jadval, bunda xona soni, maydoni, joylashuvi, narxi kabi ma'lumotlar bo'ladi va bular hammasi umumiy holatda dataset deb ataladi. Bunga misol tariqasida birinchi o'rinda jadval ko'rinishidagi ma'lumotlar to'plamini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda xona, maydoni, narxi kabi ma'lumotlar bo'ladi. Ikkinchisi rasm ko'rinishidagi ma'lumotlar, masalan, mushuk rasmlari hamda it rasmlari bo'lishi mumkin. Bular to'plam sifatida ishlatamiz. Va undan keyingisi vaqt qatori deyiladi. Vaqt bo'yicha ketma-ket keluvchi ma'lumotlar, ya'ni kartaning o'tkazmalar tarixi bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda vaqt, qachon o'tkazganligi, summa va uni muvaffaqiyatli yo muvaffaqiyatsiz o'tganligi to'g'risidagi holati bo'lishi mumkin. Dataset turli shaklda bo'lishi mumkin. Jadval, rasm, matn, ovoz, vaqt qatori, lekin barchasi bitta maqsad uchun xizmat qiladi, ya'ni modelni tayyorlash. Ya'ni bizning modelimiz mana shu ko'rinishdagi ma'lumotlar asosida tayyorlanadi. Keyingi biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa feature va label, ya'ni feature bu xususiyat yoki belgi, label yorliq. Xususiyat bu savol deb ko'radigan bo'lsak, yorliq bu javob, ya'ni modelni topish kerak bo'lgan javobi, natijasi. Xususiyatni ko'rib chiqamiz. Modelga beriladigan kirish ma'lumoti, bashorat qilish uchun ishlatiladigan xususiyatlar. Ya'ni bunga misol tariqasida xona soni, maydoni, metrogacha masofa, yili kabilar bo'lishi mumkin yoki itni rasmi yoki mushukni rasmi bo'lishi mumkin. Yorliq yoki label model bashorat qilishi kerak bo'lgan to'g'ri javob
ya'ni o'qitish paytida ma'lum kelajakda model topish kerak. Ya'ni bunga bizga mana bu berilayotgan xususiyatlarga javob sifatida uy narxi bo'lishi mumkin yoki temirning chirish foizi yoki bu mushuk yoki bu it degan javoblar bo'lishi mumkin. Misol ko'ramiz. Bu yerda uy narxlari ko'rsatilgan. Mana xona, maydoni, metrogacha bo'lgan masofa, undan keyin narxi. Bu yerda feature, ya'ni xususiyatlar xona, maydon, metro bo'ladi va yorliq bu yerda narxi bo'ladi. Ya'ni savollar, mana 3 ta savol kelyapti va buni javobi mana 140 bo'lyapti. Bu natija, bu javob hisoblanadi. Endi model nima? Model bu ma'lumotdagi xususiyatlar orqali natijani taxminlashni o'rgangan va yangi ma'lumotlarga javob beruvchi matematik formula yoki algoritmik tizim. Modelni qanday ishlaydi? Model kiruvchi ma'lumotlarni oladi, uni qayta ishlaydi, ya'ni uni hammasi raqamlashtiriladi va undan keyin bu natijani ta'minlaydi. Misol tariqasida aytib o'tganimizdek, uyga tegishli ma'lumotlar, xususiyatlar, uy maydoni, xona soni, metrogacha bo'lgan masofa beriladi va uni chiqish natijasi uy narxi hisoblanadi. Endi matematik ko'rinishda quyidagicha ifodalanishi mumkin. Bu yerda y hat bu natija, bu shunday funksiyaga bog'liqki, bu yerda setda bu modelning parametrlari hisoblanadi va x bu kiruvchi ma'lumot. Ya'ni bizdagi feature yoki xususiyatlar. Va shunga qarab bizda natija chiqadi. Model turlari, har bir masala uchun eng mos model turi mavjud. Shuning uchun machine learningda turli xil modellar yaratilgan. Quyida ko'rib chiqamiz. Oddiy modellar bor. Bular masalan chiziqli regressiya yoki logistik regressiya, KNN kabi modellar bor. Bular oddiy bashorat qilish yoki tasniflash uchun ishlatiladi. Undan keyin daraxt modellari bor. Bu masalan qaror daraxtlari, tasodifiy o'rmon yoki XGBoost kabi model turlari bor. Bular algoritmlar. Bular jadval ma'lumotlari yoki biznes tahlil uchun juda ham foydali hisoblanadi. Va undan keyin biroz murakkab bo'lgan modellar bor. Bular neyron tarmoqlar asosida quriladi. Ularga CNN, RNN hamda transformerlar misol bo'lishi mumkin. Bular asosan rasm, audio, matn va generative AI da ishlatiladi. Shu o'rinda qora qutilar degan bir modellar bor. Bular asosan neyron tarmoqlari va hamda transformerlarda ishlatiladi. Bular shunday bir murakkab naqshlarni o'rganadi. Ya'ni murakkab izlarni o'rganadi va buni qaror sababini tushuntirish qiyin bo'ladi. Mana masalan aytaylik, mana hozirgi transformerlarda yoki RNNlarda model shunaqangi o'zini parametrlarda shunaqangi raqamlarni hosil qiladiki, bu nima uchun bunday raqam qo'yildi yoki nimaga bunaqa raqam ishlatyapti degan savolga javob bera olmaymiz. Chunki buni model o'zi shunaqangi o'rgangan. Biz uni bashorat qila olmaymiz. Nimaga bunday raqam bo'lishi kerak? Ya'ni bular weightlar deyiladi, ya'ni og'irliklar. Nimaga bunday weight ishlatilyapti degan savolga javob berish qiyin, javob bera olmaymiz. Buni ya'ni shuning uchun bular black box deyiladi, ya'ni qora qutilar. Ya'ni ma'lumot kiradi va ma'lumot chiqadi. Buni ichidagi bo'layotgan jarayonni tushunish o'ta murakkab. Ya'ni bu shunaqangi neyron tarmoqlari sifatida bo'lganligi uchun bularning orqali qatlamlar orasida bo'layotgan raqamlarning o'zgarishini tushuntirib berish qiyin. Shuning uchun qora qutilar deyiladi. Muammo qanchalik murakkablashsa, shunchalik kuchli va murakkab modellarga ehtiyoj ortadi. Ya'ni bizda bajarayotgan vazifamizga qarab modelimiz murakkablashib boradi. Oddiy masalalarni yechishda bizni modelimiz biroz oddiy va sodda bo'lishi mumkin, tushunarli bo'lishi mumkin, lekin masala qiyinlashgan sari bu model murakkablashib boradi. Ana hozirgi kunda mana generative AI da juda ham og'ir, juda ham katta hajmdagi modellar ishlatiladi. Uni oddiy holatlarda yoki kompyuterda ishlatish qiyin, ishlatib bo'lmaydi. Shunaqangi bir kuchli hisoblash vositalariga muhtojlik seziladi. Asosiy atamalarni jadvalda ko'rib chiqamiz. Dataset bu yerda modelni o'qitish uchun yig'ilgan ma'lumotlar to'plami, xususiyat yoki feature modelga beriladigan kirish ma'lumoti, undan keyin yorliq yoki label model bashorat qilish kerak bo'lgan to'g'ri javob, undan keyin model x dan y ni topishni o'rgangan formula yoki tizim.
Undan keyin parametr bor. Ya'ni o'qitish davomida model o'zi so'zlaydigan qiymat. Ya'ni bunga misol tariqasida masalan og'irlik, mana W og'irlik bo'lishi mumkin. B bu yerda og'ma bo'lishi mumkin. Masalan linear regressionda mana shu kabi parametrlarni foydalaniladi. Ya'ni bu model o'qilish jarayonida o'zini sozlab boradigan, bu raqamlarni o'zgartirib boradigan qiymatlar hisoblanadi. Ikkinchisi giperparametr. Bu o'qitish boshlanishidan oldingi dasturchi yoki o'sha ML injener tarafidan beriladigan sozlamalar. Ya'ni necha marta o'qisin, ya'ni epoch bo'ladi yoki learning rate, qanchalik darajada o'qib o'rganib borsin degan kabi shunday bir qiymatlar bor. Bu model o'qishdan avval belgilanadi. O'qitishni o'rgandik, ya'ni ingliz tilida training deyiladi. Modelni ma'lumot bilan o'qitish jarayoni. Ya'ni bu agar misol tariqasida mana Pythonda mana shu kabi ifodalanishi mumkin. Mana sklearn kutubxonasida masalan model fit deb yozishimiz bizga berilayotgan mana x va y ma'lumotlarga asoslanib modelni o'qitadi. Bashoratlash o'qitilgan modelni yangi ma'lumotda ishlatish. Mana bu sklearnda model predict degan funksiyasini ishlatamiz. Bu yangi ma'lumot beramiz. Mana x new degan yangi ma'lumot keladi va buni model bashoratlaydi. Qiyosiy o'rganib chiqamiz. Ya'ni xususiyat bilan yorliq. Xususiyat bu savol, yorliq bu javob. Model xususiyatlardan yorliqni topishni o'rganadi. O'qitish bilan bashoratlash. O'qitish bu maktab, bashoratlash bu imtihon. Treningda model o'rganadi, bashoratlashda esa bilimini ishlatadi. Parametr va giperparametr ikkalasi ham sozlama, lekin farqi birinchisi model parametrni model o'zi sozlaydi. Giperparametrni esa bu biz tarafimizdan qo'lda belgilaydigan kattalik. O'qitish bilan bashoratlash ikkala bosqich ham muhim, lekin ular butunlay boshqa vazifalarni bajaradi. Quyida farqlarini solishtiramiz. Ya'ni training bilan inference-ni xususiyatlarini solishtirib ko'ramiz. Model o'qitish davomida model qonuniyatlarni o'rganadi. Endi bashoratlashda esa bilimini ishlatadi. Ya'ni o'rgangan bilimini inference-da ishlatib natijani beradi. O'qitish davomida model ma'lumot turlariga feature va label bo'lishi mumkin. Ya'ni ikkovi ham bo'ladi. Lekin inference-da, ya'ni bashoratlashda faqatgina feature beriladi, ya'ni label yo'q bo'ladi. Ya'ni yorlig'i bo'lmaydi, faqatgina xususiyat beriladi va xususiyatga qarab natijani beradi. Ya'ni o'qitish davomi bir marta bo'lishi mumkin yoki vaqti bilan bo'lishi mumkin. Lekin inference bo'lsa har safar yangi bashorat kerak bo'lganda biz doimiy ishlatib borishimiz mumkin. Buni hisoblash narxi training uzoqroq vaqt oladi. Chunki bu jarayon bo'ladi. Bergan ma'lumotlarimizni hammasini o'rganib chiqishga to'g'ri keladi. Lekin inference bo'lsa juda ham tezlik bilan javob beradi. Ya'ni bu javob qaytarish tezligi. Mana sklearn kutubxonasida agar model ko'radigan bo'lsak, keyin model fit bilan belgilaymiz. Bashoratlash esa model predict bilan olamiz. Model tayyorlash jarayoni har qanday ML loyiha quyidagi bosqichdan o'tadi. Birinchisi muammoni aniqlash. Ya'ni qaysi savolga javob kerak? Ya'ni bu bizda muammo nima? Bizga berilgan muammoni aniq tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi bosqichda ma'lumot to'plash. Ya'ni shu bizga qo'yilgan vazifaga yoki qo'yilgan savolga qanday javob berishimiz mumkin va bu javob nimaga asoslanadi degan savolga javob berib, bu yerda ma'lumotni to'playmiz. Ya'ni datasetni tayyorlash va uni tozalash bo'ladi. Uchinchisida feature tanlash. Bu degani qaysi belgilar muhim? Buni keyingi darslarimizda batafsil o'rganib chiqamiz. Ya'ni xususiyatlar, shunday ma'lumotli xususiyatlar bo'ladiki, ba'zilari o'ta muhim hisoblanadi, ba'zilari o'rtacha bo'ladi, ba'zilari umuman ahamiyatsiz bo'lishi mumkin. Ya'ni ML injener bularni farqlay olishi kerak. Ya'ni keraksiz umuman modelga hech qanday bir o'zgartirish kiritmaydigan, shunchaki ma'lumot sifatida qoladigan ma'lumotlar, ya'ni belgilar chiqarib tashlanishligi kerak bo'ladi yoki ularni asosiy modelga
asosiy o'zgartirib yuboradigan, ahamiyat kasb etadigan xususiyatlar qoldirilishi kerak. Ya'ni qaysi belgi bizga muhim bo'ladi. Bu jarayonda mana shu ishni amalga oshiramiz. Undan keyin modelni tanlash, ya'ni bizga qo'yilgan masalani qaysi model bilan ishlatish, qaysi modelni ishlatib javob olishimiz bizga foydali bo'ladi. Ya'ni algoritm yoki modelni tanlash qismi hisoblanadi. Undan keyin o'qitish jarayoni bo'ladi. Ya'ni to'plagan ma'lumotlarimiz asosida modelimizni o'qitamiz. Va baholash. Bu paytda ya'ni modelni o'qitganimizdan keyin yangi ma'lumotni beramiz va buni natijasini baholaymiz. Ya'ni berilgan savollarni nechtasini to'g'ri topyapti, nechtasida adashyapti. Mana shu kabi turli xil baholash usullari bor. Buni keyingi darslarimizda o'tamiz. Mana shu baholash o'lchovlari bilan uni modelni qay darajada, necha foizga to'g'ri ishlayapti, ya'ni uni aniqligi necha foiz kabi baholash ishlarini amalga oshiramiz. Undan keyin modelimiz tayyor bo'lgandan keyin uni joriy etish yoki deployment deyiladi. Modelni real holatda ishlatishga o'tamiz. ML chiziqli jarayon emas, balki aylana. Ya'ni baholashdan keyin natija qoniqarli bo'lmasa, qayta fecha, model yoki ma'lumotni qayta ko'rib chiqiladi. Ya'ni bu baholashga kelganimizda natijamiz qoniqarli bo'lmaydigan bo'lsa, yana orqaga qaytiladida ma'lumotni tekshiramiz va u yerdagi modelimizni ko'rib chiqamiz, parametrlar, giperparametrlarni ko'rib chiqamiz yoki modelni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi yoki trainda o'zgartirishlar kiritamiz va bu qayta qilinadi va baholashni, ya'ni aniqlikni yuqoriroq qilish uchun. Va bu ya'ni qaytariladigan jarayon. ML qayerda ishlatamiz? Har qanday masalani yechishda quyidagilar hisobga olinishi kerak. Model hajmi, o'qitish ishlatish xarajati, ma'lumotlar hajmi va turi, tushuntirish imkoniyati. Oddiy dasturlash, qoidalar aniq va o'zgarmas bo'lsa, bu holatda hisob-kitob, soliqni hisoblash yoki ro'yxatga olish va ro'yxatni saralashda oddiy dasturlash o'ta qulay hisoblanadi. Agar bizda jadvalli ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, bu holatda biz ML algoritmlarini ishlatishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Misol uchun, uy narxini bashorat qilish, mijozni segmentlash kabi vazifalar. Murakkab ma'lumotlar, masalan, rasm, video, ovoz kabi ma'lumotlarni qayta ishlashda deep learning usulidan foydalanamiz. Bularda yuzni tanish, ovozni matnga aylantirish va o'zyurar mashinalarda ishlatiladi. Endi matn bilan ishlash jarayonida bo'lsa, ya'ni chatbotlar, matn to'qish, kod yozish kabi vazifalarda katta til modellari foydali hisoblanadi. Ya'ni eng murakkab usul har doim ham yaxshi degani emas, masalaga mos vositani tanlash muhim hisoblanadi. Yakuniy xulosalar. Demak, MLda asosan 3 ta tur bor. Bu supervised, unsupervised va reinforcement learning usullari bor. Yana ba'zi bir adabiyotlarda semi-supervised learning degan atama ham bor. Ya'ni ma'lumotni yarmi supervised va yarmi unsupervised bo'ladi. Ya'ni ba'zi qismlarida yorliq bo'ladi va ba'zi qismlarida yorliq bo'lmaydi. Shuni hisobiga semi-supervised deyiladi. Lekin umuman olganda 3 ta guruh. Dataset bu xususiyat hamda yorliq. Model x dan y ni topishni o'rgangan formula. Parametr model o'zi sozlaydi, giperparametrni esa biz oldindan belgilaymiz. O'qitish bu modelni o'rgatish jarayoni hisoblanadi. Bashoratlash esa model o'z bilimini yangi ma'lumotda sinash tushuniladi. Model ma'lumotdagi xususiyatlardan taxminlashni o'rgangan va yangi ma'lumotlarga javob beruvchi algoritmik tizim hisoblanadi. Demak, darsimiz shu yergacha. O'ylaymanki, bu dars tushunarli bo'ldi. Agar bu dars sizga yoqqan bo'lsa, ushbu kanalimizga a'zo bo'ling, like tugmasini bosing hamda kommentda izohingizni yozing. Demak, darsimiz tugadi. Yana keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.